Sizlar o'g'illarni tanlagan vaqtda bir o'g'illarning yaxshi yomonligiga qanday hukm qilamiz, qanday tanlaymiz? Mening bir fensorim, bir qiz bola menda so'rdi-da bu savolni. Boshqalarning tunishtirishlar bir o'g'illardan tunishib qolgan. Lekin bu o'g'illarlar deb yaxshi o'g'illarmi, yomonmi hukm qilamidi? Bu o'g'illarla aralashsam bulamdi, keyinchi qanday bo'ldi degani. Qanday qilsam bo'lar? Sizmi o'g'illarning amosi ko'p kitoblarni o'qib, yaxshi mazmunlarni yo'llaysiz. Shuni sizdan so'rag'im keldi deb so'rdi-da. Endi bir o'g'illarlar emas, har qanday birisining yaxshi yomonligiga hukm qilish uchun mundaq uchurg'il qarshiliq bo'ldi. Birinchidan, istaşlik mehri kuchlikmi, ojizmi? Yeni bu qarshi taraf bu bola kichik bolalarni, omoq bolalarni yoqtiramdi, yoqtirmamdi. Bularning qilgan bolalar chaqchaqlarini tushunmay bularga o'sh qilamdi. Ondan eliq omoq ermak hayvonlarni, masalan, kichik mushuklarni, to'shqonlarni, qushqashlarni ko'rganda bular bir vahshiylik qildiganlarmi bor? Uchrab qolsa qung'itib pushirtib atadigan, vahshiylar o'ltirib atadigan. Naq musharki istaşlik mehri uchur qarshimiz bo'ldi. Navadi bu istaşlik mehri bu tuyg'usi to'van bo'lsa, bu adam tushuninglar va ikkinchi uchur bu odamning turmush chambiriga qaraymiz. Ya'ni buni bu o'g'illarning shu 5 og'inchisiga qarshimiz bo'ldi. Bu 5 og'inchisi Araqkash, Dibadin, Vangbadin, Jubadin chiqmaydigan bal bo'lsa, bu balmı naq shundaq. Ergizmi eliq og'illar sap Araqkash yuksekka, lekin u undaq emasdi. Og'illari o'xshamaydi. Ya, undaq gap bo'lmaydi. Şunu əməli turmuş qarşısaqmı, karxançının ağınısı karxançı, işmamiz kiçik sodiga, məmurlarının ağınısı şu məmuri ya kəsbi iştat degəndək. Mağın oxşaş kitap buruşlarının ağınısı şu kitap buruş ya kitapqa yıqıraq. Bundaq ağınlarım bu sel az. Yani şu qarşı tərəfinin çəmbiriga qarşısaqlan bo'ldi. Üçüncü fikir, nemisi qaraymiz degəndə ma'lum bir yüz bergan işlarga nisbatan bunun qarşılıq pinglunsi, fikri qarab baxsaq bo'ladi. Ma'lum bir adolatsiz ishlar yo'liqqan vaqtning o'zida bu ojizlar tarafı turup, bozak o'g'illar tarafı turup, adalet ustida so'zlashib, mundaq fikr qilamdi yoki kuchliklar tarafı xo'p bo'ldi. Mundaq kunni ashta qilish kerak, urib etish kerak, ketib etish kerak, mashina busirib etish kerak. Mundaq fikr qilamdi. Mundaq odamdan ehtiyot qilish kerak. Endi amaliyotdan darhol bundaq ish uchirmaydi-ku. Lekin do'yini bundaq filmlar ko'p-ku. Siz shundaq bir ma'lum bir filmni ko'rsatib, chandomay ko'rsatib buni keyin uning qarta bir fikrini anglab baqsangiz bo'ldi. Endi yana ma'lum bir qiziqarli ishlarga nisbatan buning kulishi qarab baqsangiz bo'ldi. Bundaq bir gap bor, bir kishining nimaga kulganligiga qarab buning saviyasini bilamiz. Qandaq kulganligiga qarab buning tarbiyasini bilamiz deydi. Buning uchun mayli qizlar, o'g'illar amaliy turmushda o'zimizning qarshi ko'rishni va yaklam tunishgan bir do'stini mandaq tanlamoqchi bilmoqchi bo'lsak, mush 3 uchurg'il qarab baqsaq bo'ldi. Film yoqtirgan do'stlar, meni qo'shilib bir haqsiz yurganlarni aytsanlar. Rahmat.